Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan aziz obunachilarimiz, mana biz go'zal shahar Samarqand, qadimiy Samarqanddamiz. Bizga ko'pchilik kinoblogerlar atmetka qilib ketishdi. Bizga birinchi bo'lib samarqandlik, rosa ham chiroyli bloger Temirtay biz yonimizga tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelinglarmi shaharga? Charchamadinglarmi? Buncha yo'ldan. Rahmat. Bu diademani almashishganmi? Ozginagina o'zimizga yarasha shouimiz bor. Anorgulli taqinchog'imiz. Biz buni somsaga almashganmiz. Buni xola men ololmayman. Men lutchi shahrimiz nomidan mana shuni Voy, qanday bo'ladi? Chotki bo'ladi. Buni almashtiraverasiz. Nima qilamiz obunachilarim? Alloh rozi bo'lsin. Sizda imkoniyat bor. Almashadigan narsamiz o'zimizda qoldi. Marg'ilonlik somsachi xonim, Marg'ilondan kelganlar xolam. Как положено shou davom etyapti. Men buni almashmadim. Kelib almashishinglar mumkin. Polni Samarqand aktivini xolamga ko'rsatishinglar mumkin. Shuncha yo'ldan kelganlar. Kutamiz. Somsamiz Marg'ilonga borguncha nima bo'lib qaytarkin? Kuzatinglar, like bosinglar. Bizga obuna bo'linglar.